Obid, bugun 60 gradus issiq bo'lyapti ekan. Yuring, ozgina salqinda dam olamiz. Yo, rahmat. Men uydagilarga konditsioner olib beraman deb va'da qildim. Men ishlayman. Yana oshmi? Voy, go'sht kammi? Men ham yemayman. Och qoringa lapshi ham zo'r ketadi-a? Men krossovkaning qorasidan xohladim. Men buni kiymayman. Ey! Shuncha ishlayapsan, yaqinda oyog'ingda tushib qoladi, yangi olsang-chi. Ay, yo'q, shunda chetini kilib olsam, yangidek bo'ladi. Bolam, sening to'yim tezlashib ketdi. Bu yil kelmasdan keyingi yil kela qolgan. Xo'p. Hech kim o'zing yaxshimisan demadi-ya. Dadamni musofir bo'lib tushundim. Yana girjanga dori olmay hamma pulni uyiga jo'natdingmi? Erkakni kim tushunadi? Erkak o'lmasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Umri chet ellarda sovrilib, oxir oilam deb o'zini qurbon qilar musofir. Musofir dardini bekitar, ichiga yutar.